Akalar, mana mashi qo'zi qo'chqor xudo xolisi $20,000 sotildi. Bu O'zbekiston uchun bu rekord hisoblanadi. Hech kim hali $20,000 qo'zi sotmagan edi. Dilshod aka ham seleksiya natijasida mana Jamshid aka bilan shunaqa qo'zini Qirg'izistonga sotishdi. Qirg'izistondan mana Primoyda turishibdi. Zamir aka, aka mana pulingizni oldik, $20,000. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshod. Ana, alcha sizga buyursin. Qo'zi bizga buyursin. Rahmat. Mana berekali bo'lsin, ha. mana pulingizni mana beryapmiz mana aka Jamshid aka, Dilshod akaga. Inshaalloh mana yaxshiligiga boqing aka. Mana akalar O'zbekistondan mana o'sha Qirg'izistonga qo'ylar ketyapti. Seleksiya natijasi. Alloh sizlarga ham mana shunaqa qo'zilardan nasib qilsin. Aka rahmat. Uyingizda inshaalloh. Ha. Endi jo'natamiz qo'zini, keyingi haftaga jo'natamiz. Barakasini bersin, zo'r. Barakasini bersin, zo'r lekin. Mana jamoat shu yerda hamma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rlari ko'paysin. Rahmat. Barakasini